Xo'p, hozir Lifeletdan qisqacha bir ma'lumot bersak. Lifeletdan asosan siz qaysi dala ekinlar uchun ishlatyapsiz? Bog'ga ham ishlatgan holatlaringiz bo'ldimi? Hozir bog'ga ishlatganmiz, ishlatmaganmiz deya olmaymiz, faqat suvdan qolib ketayotgan joyimizga avariyniy holatda ishlatganmiz. Vaqtinchalik foydalanish uchun. Avariya bo'lgan katta turbalarimiz yorilgan paytida 1 oy yoki 2 oy o'sha joyimizni sug'orib turish kerak bo'lsa, shu maqsadida ishlatganmiz. Asosan bular 1 yillik desak noto'g'ri tushunib qolishmasin. O'sha mavsumiy ekinlar uchun ishlatiladi, qayta ishlatish mumkin. Misol uchun men ishlataman 70-76 agatlarga ishlatib, buni har 76 santimetrdan teshib, kranniklar yoki o'sha 16 lik shlanka, 20 lik shlankalarimizni ulaydigan nepillarimizni chiqaramiz. Buni ishlatib bo'lgandan keyin sezon oxirida ichida suv qo'ymasdan yana rulon shaklida o'rab, keyingi yilga yana xuddi o'sha misol 70 yoki 76 ishlat agat olinadigan joylarimizga bemalol ishlatishimiz mumkin. Men o'zimda sizlarda chiqayotgan Lifeletlarda 2 yildan beri ishlatib kelyapman. Hali yaroqsiz holatga kelgani yo'q. Aynan shular. Men sizga videolarini ham, rasmlarini ham tashab beraman. Agar videoga qo'yib yuborsak yana ham bir nima bo'ladi. O'sha ko'chat yetishtiryapmiz, aytganimizda intensiv ko'chatlar yetishtirishda, kartoshkada kerak bo'lsa, piyoz ekishlarda ishlatyapmiz, montaj qilib beryapmiz odamlarga. Biz asosan oldin o'zimiz ishlatib ko'ramiz. Misol sizda ham yangi mahsulot chiqsa ham oldin bitta ishlatib ko'ramiz aka. Hali misol kamchiliklarini ham gaplashganimiz kerak bo'lsa, buni to'g'rilashimiz kerak degan. Hozir menimcha meni tanlovim bo'yicha eng yaxshi Lifelet bo'lib turibdi. Narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham, narxiga sifati to'g'ri keladigan eng yaxshi mahsulot. Mana gap edi. Ko'chatlarimiz sug'orishdi. Hozir dori ham berish boshlanyapti. Xolasi. Suv tomishlari. 1 soat, 1,5 soat oqqanda nam bir-biriga yetib boradi. Ustidan texnika yurishlari haqida, ustidan texnika bemalol yuryaptimi? Texnika yurishi mumkin. Endi bu ishlayotgan suv, ketayotgan vaqtda texnikani o'tishi o'zi noto'g'ri. Mumkin emas menimcha. Sababi bunda ishlash jarayonida 1,5 davleniyada, misol uchun biz bog'larda dori sepamiz 2 tonnali apreskvitellarda. Har bitta ballonga 1 tonnadan yuk tushganda buni to'laqonli suv o'tishini yopib qo'yishi mumkin. Montaj jarayonida xomutlangan joylardan qo'yib yuborishi mumkin yoki gidrant deymiz, o'sha kranlarimiz oldidan qo'yib yuborishi mumkin. Nasoska nagruska beradi. Umumiy sistemani xavf ostiga soladi agar ustidan o'tsa. Buni aytilgan to'g'ri, ustidan texnika o'tishi mumkin, faqat ishchi holatida emas. Suv bo'lmagan holatda. Endi suv bo'lmagan holatda ayrim joylarda suv qolib ketishi mumkin-ku. Noto'g'ri tushunib qolishmasin. Motor o'chiq paytda polyaga suv, bu turbani ichidan suv ketmayotgan holatda ishlatish mumkin.